Agar sen mansabing bo'lsa, boy bo'lsang, qo'lingda quvvat bo'lsa, bu o'zingni ulug'ligingni boshqalarni xorlash ustiga qurgan bo'lsang, boyligingni boshqalarni kambag'al qilishlik evaziga qurgan bo'lsang, xotirjamligingni boshqalarni qo'rqitish ustiga qurgan bo'lsang, hayotingni boshqalarni o'limi ustiga qurgan bo'lsang, azizligingni boshqalarni xorlash ustiga qurgan bo'lsang, sen eng baxtsiz odamsan. Mansabing bo'lsa ham, sog' bo'lsang ham, puling bo'lsa ham, hamma yo'g'ing bo'lsa ham. Chunki sen bu erishgan bu narsalaring Allohning manhajiga teskari suratda qo'lga kiritildi. O'zingni doim xor his qilasan, hech qachon qalbing xotirjam bo'lmaydi. Dunyoviy maishating zo'r bo'lar, ehtimol. Davlating katta bo'lar, ehtimol. Qo'lingni qayerga uzatsang yetar.